Assalomu alaykum, ekran oldidagi butun ko'rurmanlar. Men vatanimiz Sharqiy Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchilik va bostirishlariga guvohlik berib o'tmoqchi. Avval o'zim bir tunishtirib o'tib ketay. Ismim Husayn Jalil, 1974 tug'ilgan. Men vatanimiz Sharqiy Turkistonning Aqsu shahri, Ayko'l bozori, Sayiriq kent 3-guruhdan. Men vatanimiz Sharqiy Turkistondan 2009-yil Ürümçi qatlam, yani Ürümçi qirg'inchiligidan keyin Turkiyaga yenib chiqdim. 2010dan e'tiboran Turkiyada yashayapman. Yani Turkiya Istanbulda hozir Turkiya Istanbulda yashayman. 2010dan 2015gacha bo'lgan aralıqda mamlakatdagi urug' tuqqan aqrabolarim bilan normal, yani bugungi aloqa vositalari bilan uchur aloqa turdim. 2015'ten itibaren tamamen uçur alakamız üzülüp gitti. Bunların bazısı şu an ceza ödemekte, yani kesilip gitti. Ve cıqı şu an terbiyeleş kampıda ve bunlardan küçük olan bazılarının asasiyetinin haberini alanmağıdımız. Yani kulumda bu uruk tuqqanlarımның bazılarının fotoğrafını sizden bir paylaşıp ütüp gitey. Bu çoğun açam Ayşem Jalil. Bunun 5 tane farzandı var. Çoğun oğlu Yasin Toxte, Yusuf Toxte, Yunus Toxte, Yakup Toxte, Sajdem Toxte. Yunus Toxte 3. oğlu 2015'ninki başlarında pasportlan kanunluk şekilde Türkiye'ye geldi. 25 gün atrafı oturdu. Anadaki kaytıp ketkendekin lan bunu tutup ketligen. Anadaki asas cihetinin haberi yok. Hala izdirgen alamağıdımız. Bu abla Jalil çoğun akam bu oğlu bilen billa 2015'ninki başlarında Türkiye'ye kanunluk yoldan pasport bilen geldi. Yani 28 gün atrafı tuttu ve balasını Ali mektepte okutish için kaldırıp koydu. Balasını şu zamanda yani Haliç til terbiyeleş merkeziga hazırlık için kayıtlarını yaptırıp üzü ketkendan keyin lan Davlat bexatarlik idorasi tarafidan tutib ketilgan ve o'g'lini o'zing Turkiyaga chiqib sen o'g'lini qoldirib qo'ysan degan bir bahona sabab bilan 10 yillik kesilganligi hozir Ürümçi turmusda jazo o'tayotganlik xabarini oldik. Ondan başqa onun çoğun oğlu Mecit abladan ondan haberimiz yok. Şimdi bu çoğun akam küçük yani. İkinci akam Hasan Jalil. Çoğun akam kaytıp kelgandan keyin küçük akam ailedeki bütün hemmisini çıkıp yögep tutup ketilgan. Çoğun akamni 10 yillik kesken, küçük akamni 3 ay qamap aynı zamandaki Saris yani hozirgi jazo nima yig'ib olish kampını Saris deb atildi. Sarisda tutqanligi bu yerda yani jismoniy jihatdagi ig'ir qiyin qisqatdan dolayı rahatsızlıktan bir ay falan bir sırıqqa qo'yib berganligi, ondan keyin tekrar hozirgi tarbiyalashga ketganlik xabarini oldik. Undan keyingi xabarning asosiyatini bilmaymiz. Şu an 2,5 yil atrofida bo'ldi. Bu hayotmi yo'qsa bormi, buning xabarini olamadik. Bu ikinci oğlu, üçüncü oğlu. Bunun bir çoğunluğu onun haberi yok, onu tutup ketilgan. Bunun aynı zamanda bunun çoğu Mısır'da okuğa çıktı ve onunla uçurlaştı degan bahane bilan tutup ketilgan. Bunun haberi yok. Bu akamның kızı Sajdem Hasan, bunun haberi yok. Bu Aymxan Jalil Açam. Bunun 4 tane farzandı var. Çoğun oğlu Bilal Tusun. Bunu aynı zamanda tutup ketilgan. Balası qo'yib berilganlik haqida hech qanday xabar yo'q. 3 yil bo'ldi bu Açam bilan aloqamiz butunlay uzilib ketdi. Şu an turmudimi yoksa tarbiyalash kampidimi, bunun xabar olmayapman. Bu mening singlim Buvajram abla, yani nupusi mening bo'lganligi uchun, mening nupusumda bo'lganligi uchun Davlat bexatarlik idorasi qattiq tekshirib, yani taqib ostiga olgan.
3 balası var. Hazırki ahvaldan hech qanday xabarim yo'q. Balasidan xabarim yo'q, o'zimdan xabarim yo'q. Qisqasi şu an urug' tuqqanlarim, yani yani atrofdagi butun boshqa aqrabolarim, yani ismini zikr qilmagan aqrabolarim, qo'lim qo'shnim, ularning hech qanday şu an xabari yo'q, xabar ololmayotimiz. Bu haqda men qisqacha bir yozma hozirlab qildim. Xalqaro inson haqlari tashkilotiga ve Birleşmiş Milletler'e bunun davasını yani qilaman. Bu haqda yani bütün axborot vositalarga hem ularla so'zlashga hem hozir, ularga yani bu haqda uchur berishga hozirlik qildim. Yani shundoq deydigan bir tavsiyalarim, yani atrofdagi bütün do'st birodarlar, yani o'zimizning urug' tuqqanlarga yani o'zimiz sahip chiqmasak boshqalar sahip chiqmaydi. Şu bu jihatda har birlarininki urug' tuqqanlarga sahip chiqishni tavsiya qilaman. Men bilan aloqa qilishni xohlagan har qanday axborot vositalari bo'lib qolsa, men bunga hozir. Endi shundaqla bütün davlatninki üst düzey maqom o'rinlariga ham berishga hozirlik qilib o'taman. Bunun Büyük Birlik Partisi Sayın Mustafa Destici, shundoq Millet Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli qatorliq yani o'rinlarga ham ketish qaroriga keldim. Bu haqda bütün bu urug' tuqqanlarimning bunun davasını, bunun hayatmı, yaşayotamdı, hayat bo'lsa nada, o'lgan bo'lsa o'ligini bunun davasını qilish uchun men asosiyatin bir hozirlik holatiga keldim. Her biringlarga teşekkür ederim.